Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugungi vlogimiz Andijon viloyati madaniyatga olib keldik. Kichkina, mo'jazgina choyxona yangi qurilgan. Xudo xolasa xonalari bityapti. Ikkita xonasiga shunaqa bir xilda qilib tayyorlab berdik. Eko ko'jadan. Ko'chmaydi, yollamaydi, xudo xolasa. Stollari ham laminatdan bo'ldi. Bu vlogimizni kalta tarafi 290, uzun tarafi 470 bo'ldi. Stollari 1.60 ga 1.40 dan ikkita tushdi. 3.20 ga 1.40lik 6 ta taburetkasi bilan, xudo xolasa. Oshxona, restoran, choyxonalarga buyurtmalar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa vloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Murojaat uchun 93lik 787 72 77 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Telefonda narxlarni kelishtirib beramiz. Sifatlariga e'tibor berasizlar. Vlogimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin va podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi shunaqa video obzorlarni qo'yib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar uchun doimo xizmatdamiz.